Kela kech bo'lishiga qaramasdan biz ishdamiz. Inshaalloh bugun ishlarimiz ko'paydi. Bu yerda jentramizni, xudo xolasa, polirovka, ximikska va kosmetik ishlarini bitkizdik. Dushanba kuni berib beramiz egasiga. Bu yerda trekker mashinasini, salonni chiskaga olib qo'yganmiz. Mashinamizni полностью oynalari ochiq qolib, turib, ancha turib qo'ygan jarima maydonida. Shundan keyin o'ta yomon holatga kelib, mana полностью chang, matvi bo'lib, zinalarigacha, pollarigacha dabdal olib ketdi. Pollarning bu tarafini suvoy tozalab qo'ydik, unda turgan holda. Bu yog'i endi bo'ladi. Qaranglar holatini. Mana полностью oralari bilan, deflektor ichlari bilan o'ta chang olib ketgan. Bu ashkasini himsiga qilib qo'ydik. Matvi bo'lgan, полностью manaqa oralarigacha bo'lgan. Ko'rishingiz mumkin. Mana orqa tarafi bo'lmagan tarafi. O'xshayib yotibdi. Oralari, tushgan oralarigacha полностью kir. Xudo xolasa chotki qilib buni himskalarni bitkizib beramiz. Qaranglar, siz yana o'ta darajada yomon olib ketib qolgan styankada turib. Bemalol murojaat qilib, shunaqa ishlar bo'yicha ishlarni sifatli qilib bitkizamiz. Bugun kechgacha olamiz, xudo xolasa.